Yo'l Bunyodkor korxonasining navbatdagi obyektimiz. Bu obyektimizni osnovoyna qismlarini ishlab, komplekt xizmatlarimizni ko'rsatganmiz. Uning ustidan 5 sm qovurtda yo'rtug'alardan asfaltlarimiz olib berganmiz. Uning ustidan yo'l Bunyodkor razmetka qilish brigadamiz tomonidan chiroyli yo'l parkovkalarini razmetka ishlarini qilib berganmiz. Shunga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, biz Xorazm viloyatida Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy va To'rtko'l shaharlarida ish faoliyatimizni olib boramiz. Demak, shunga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, bizning xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin.